men Fayza. Ya'ni bugun biz oltda, ya'ni chegaralangan olamda biz ya'ni hozir bizni dunyomizda Fayzo ham bor va unda ya'ni Daqoviz Dreamlarga o'xshab biz ham urushib ko'rmoqchimiz. Ya'ni men bitta video olgandim, unda ovozim chiqmasdan qoldi. Shuning uchun shu joydan boshlashga qaror qildim. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Unda boshladi urush. Birinchi bo'lib uni topish kerak. Kelinglar, tushuninglar. O'qishda tagimizga qo'yib turib. Yo'q, o'xshamadi, yo'q. Boshqa tildan qilamiz mayli. Ana. Lekin baribir suvga tushdim. Demak, hisobmas ekan. U qanaqa yuribdi? Toshlaydami yoki temirlaydami, almazlaydami bilmayman. Uni topish kerak. Topmasak bo'lmas. Qayerdasan ey? Do'stlarimni ko'rdim. Nimalardir qilyapti. Ana, tovollik. Undan qochib qutulmoqchimiding? Shunaqa bo'ladi meni o'ldirish. Almaslik qilishingdimanda. Bular bizga endi kerak emas. Bular o'zi bizga nimaga kerak? Va do'stlar, yo bolalar, hamma narsa bo'lib qoldi. Nima? Bermay hamma narsamni. Bitta ketkizdimi? Hozir uni ikkitada ketkizaman. Yo, menimcha u meni ikkitada ketkizdi. Ozgina kuchayib olish kerak-da. Rasmni chiqarish kerak. Yoki qanday narsamni oldingsan meni? Bo'ldi. Baribir olaman narsalarni. Baribir olaman. Bitdimi seni? Bo'ldi, do'stlar. Do'stlar, shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Ko'rdinglar, urushdek biz. Va video